Sani pulingni Amerikadan bitta akang shunday tushunib berdi. Assalomu alaykum mehri Daryo o'zbegim xalqi. Kechaga shu bolani videosini mana ko'rdilaring. Biz u bola uchun mablag' so'ramadik. Просто mehnat qilyapti, dangasalar, mehnat qilsin shunaqa, shu yoshi go'day bo'lib turib mehnat qilib, halol mehnat qilib, o'g'irlik qilgan yo'q yoki boshqa narsa qilgan yo'q dedik. Ko'p insonlar menga telefon qilib, aka qarzni qancha beramiz deyishdi. Men xolis bitta aka biz yozib qoldilar, ko'zim tushib qoldi. Amerikadan telefon qilib, karta raqamimizga $100 pul tashlab berdilar. $100 mana o'sha bolaning puli. 900 ming qarzlari bor edi. Undan tashqari 300 ming, 320 ming pullariga nima bo'lsa olsindilar. Undan tashqari rosa ko'pchilik yozyapti. Men to'layapman deb. To'lavermaylar. O'sha pullar to'landi. Bizga u bolaning haqqi kerak emas. Oganimiz ham yo'q. Bitta o'sha insonnikini shunday xolis berib beryapmiz. O'zlari video qilib qo'yib beryapmiz. Bugun videosi ham chiqadi, ko'rasizlar. Biz bu videodan maqsad shu dangasa bo'lib yotgan, ish yo'qmas bo'lib yotgan uyda, osmonga qarab ota-onasi boqmanda bo'layotgan, zabardast kuchi bo'lib turib ish qilmayotgan odamlar uchun shu bolani misolida ko'rsatdik. Obunachilar bu insonni agar qo'llab-quvvatlab tursalaring, bizni podpiska bo'lib like bosib tursalaring, shu bolani xudo xolasa mana shu do'konimizda Hunarli qilamiz. Savdo sotiq sohasini o'rgatamiz. Qolaversa programmist sohalari ham bor bu yerda, telefon sohasiga oid hamma ustaxonali ishlarni shu bola uchun o'rgatamiz. Sizlar oddiy shu bolani videolariga like bosib tursalaring bo'ldi. Shu bolaning rezultatini bizdan ko'rasizlar. Hammaga rahmat, jonlaring sog' bo'lsin. Gapi yo'q lekin. Go.